Voy Madina opa, shu ovsinim nuqul maqtanadi-da. Kesirva bilan tuqqanman, qinim qiz bolalarnikida deb. Siz shu masala bo'yicha ekspertsiz-ku, bu qanchalik to'g'ri? Siz kesirva bilan tug'asizmi? Tabiiy tug'ruq bo'ladimi? Baribir qin sohasida tushishni, kengayishni, osilishni, qorayishni hammasi bo'ladi. Nima sababdan bo'lishini hozir tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, siz 9 oy davomida farzandingizni ko'tarib yurasiz va toza osti mushaklaringizga hamma og'irliklar tushadi. Siz kesirva bo'lasizmi? Tabiiy tug'ruq bo'ladimi? 9 oy davomida bizani toza osti mushaklarimizni, qinimizni tayyorlaydi, cho'ziluvchan qiladi, elastik qiladi. Allohim shunaqa mo'jizaviy yaratgan, organizm o'zini o'zi tayyorlaydi tug'ruqqa. Lekin siz kesirva bo'ldi, meni qinim o'sha qizlik holatimdagi deyishingiz bu xato. Shuning uchun siz kesirva bilan tug'asizmi, o'zingiz tug'asizmi, baribir tug'ruqdan keyin tiklanishni qilishingiz kerak. Shu intim gimnastika mashqlari yordamida tabiiy yo'l bilan toza osti mushaklaringizdagi tushishlar, kengayishlar, osilishlar, qorayishlar hammasini bartaraf qilsangiz bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kesirva bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.